285 kilo tirik vazniga men sizlarga $4000 baraka bo'lgan buqani ko'rsataman. Bozorda eng oldi shved buqasi. Mana shu bo'laniki Instagram kanali ham bor. Kirib obuna bo'lib qo'yasizlar. Sardordagi bo'yi bir o'g'ilmish bor. O'ta yirik, o'ta zo'ridan. Orqa suyaklarida oyoq tuzilishlari zo'r holatga kelgan. U karatishka ekan, Jekichan ekan, tepamomolar ekan, yaqinlashsalaring 65 dan. Taroziga 65 dan so'ralayotgan ekan. Qadrli obunachilar, mana Sardorda buqasi kelyapti. Ko'ringlar. Ha, omading bersin. Bos ukam, mana ukam, yosh savdogar. Qalaysan shogird? Bilyaptimi? Bloger ukam. Bemalol kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Kanalning nomi? Molbozor git. Molbozor git. Qalish teyinlarda bitta fishkasi, yutuq tarafi suyagi o'ta yirik bo'ladi, qadrli obunachilar. 25 millionga baraka bo'lgan. Akamiz baraka bo'lgandan keyin bir tortib ko'rdi. 385 kilo keldi. O'zlaring kalkulyatsiya qilib olasizlar. Mana o'zi semizlar qatoridaman. Sizlar uchun qo'ldan kelgancha semiz buqalar o'rganaman. Bugun hafta kuniga shanba, Zangmol bozordamiz. 2026-yil 8-avgust. Mana bu to'g'rimizdagi buqamizdan baraka bo'ldi. 64 dan 497 kilo keldi, ha? 64 dan 497 kilo keldi. 10 kilo skitkaga berdi mana shuni ko'ringlar. O'rtacha ekan, semiz emas, ozg'in emas, yo'qsizroq variantidan biqini och ekan, to'lmagan ekan. Suyagi yopilgan, lekin biqini ochroq. Qadrli obunachilar. Qo'ldan kelgancha narxlar o'rganib ketaveramiz sizlar uchun. Davom etamiz. Kimdan ekan bu? Yaxshimisizlar? Nechi pul ekan? Assalomu alaykum. 32 deyapmiz. Aytilish, ha? So'rayaptim bozor ekan. 27-28 so'rayapti. 27-28 so'rayotgan ekan. Nariga ham sizdan, ha? Yo'q, narigi mallasi. Uni nechi pul deyapsizlar aka? Aytilish qancha? Ha, bro? 28 aytilish. Aytilishi 28 ekan. Ko'ringlar mana. 2 kurakdanmi bular akam? 2 kurakmi? Yo'q, 4 kurak. 4 kurak, ha? Bu 2 kurak. Mana bunisi 2 kurak ekan. Mana bu alay ham zo'r ekanda, egasi yo'q ekan, ha? Ala 25-800 ga olindi. Olindi, baraka bo'ldi, ha? 25-800 ga baraka bo'lgan ekan. O'ta zo'r buqa, mana ko'ringlar. Quvvatli buqa. Bugun zo'r buqalar chiqdi. Qo'ldan kelgancha sizlarga yo'qib ketaveramiz. 25-800 ga baraka bo'lgan mana. Badani to'la zo'r holatda. Bu sizdan emasmi akam? Sizdan aka. Nechi pul? 28 million 200 ming oldi aka. Oldingizmi? Baraka bo'ldi, ha? Semizgina, tana. Buni qarang. Ho'kizday dumbasi olib kelgan, ha? Qisir. Zo'r holatda, qisir. Yerga? Yevro go'sht markazga so'yladimi? Uzrabot tuman Pravda. Uzrabot tuman Pravda ekan, mana ko'ringlar. Go'sht markazi. Yevro go'sht markaziga ketdi mana shu tana. Nizom polvonga. Nizom polvonga ho'kizday semirgan, ko'ringlar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas mana. Meni ham qaranglar, to'lgan, zo'r holatda. Mana semental savdosi bo'lyapti hozir. Qancha so'ralyapti? Mana qadrli obunachilar, sizlarga birin-ketin tanishtirib ketaveraman mana. Mana bu sementalga baho beringlar. Dumba sovorgan, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qizig'i buzov ekan bu. 45 deyilyapti. 38 ga so'ralgan. 2 kurak buzmagan hali. Mana bu yerda 2 kurak buzgan buqa bor. Nima deyapti ko'ringlar qadrli obunachilar. 2 kurak buzgan bilan bir xil bo'lib turibdi. Baribir paroda mollar bari sifat zo'r bo'ladi bularda. Go'sht olishi, suyagi, korobkasi har taraflama eksklyuziv, zo'r holatda. Mana bu ham yaxshi buqa ekan, 2 kurak ekan. 33 deyilyapti. 30 million 500 ga so'radi, akamiz bermadi. Mana bu yerda ikkita buqa bor. Ko'ringlar, bu Sardordagi Instagrami bor. Olib sotadi, ham semiz mollaring bo'lsa ham oladi, ham sotadi. Boqmalardan har xilidan topib beradi. 30 deyilyapti. Mana bu ham nariga shved ham. 27 ga bunisi so'ralgan, 28 ga unisi so'ralgan. Berilmagan qadrli obunachilar. Hozir men sizlarga $4000 ga baraka bo'lgan buqani ko'rsataman. Bozorda eng oldi shved buqasi. Mana shu bo'laniki Instagram kanali ham bor. Kirib obuna bo'lib qo'yasizlar, Sardordagi. Ko'ringlar mana. 4000 ga. Nima deyapti? 4 kurak buqa. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Toza shved bo'yi bir o'g'ilmish bor. O'ta yirik, o'ta zo'ridan. Korobka zo'r holatda kelgan, orqa tarafdan ham bitta ko'rsatsa ko'ringlar. Mana
Orqa suyaklarida oyoq tuzilishlari zo'r holatga kelgan. Karatishka ekan, Jackie Chan ekan, tepama morar ekan, yaqinlashsalaring. Yaqinlashma deyapti. Masofadan tomosha qilgin deyapti. Ko'ringlar mana. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana shundan havas qilganlarning uyida 30 tadan bo'lsin deydi. Buni korobkasining tekisligini qaranglar. Bo'yin, to'sh qism zo'r holatda kelgan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Sardor, bitta telefon raqami aytib ketaylik. 93lik 205 0759 ha? Qizi bor. Har xilidan to'g'ri beradi. Semental ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mayli. Savdolaring bersin. Davom etamiz. Mana bu yerda akamizda zo'ri bor, mana sementaldi. Buni ko'ringlar. Bugun zo'r buqalar chiqqan. Mana sementaldi zo'ri. Aka ikkitasini qancha dedingiz? 80 million. Nechi kurak bu? 71 hazır so'rayapti. 70 mi? Ikkalasini 71 so'rayapti. Zo'r semental ekan lekin. Uni qaranglar mana. Sherigi jaydari ekan. Bu bo'lsa semental ekan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. 66 ga so'rayapti akamiz, Termizlik akamiz. Ko'ringlar. Qorasini so'rayaptimi? Taroziga qanchadan? 65 dan. Taroziga 65 dan so'ralayotgan ekan. Qadrli obunachilar. Ko'ringlar mana orqa taraflarini ham yaxshi boqqan ekan ikkalasi. Yana boqsa lekin tonnaga qarab ketadi. Aka bu nechi kurak ekan? Ikkalasi ham buzoq hali. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Zo'r ekan lekin. Buzoq ekan. Qadrli obunachilar mana egasini o'zidan eshitdilaring. Buzoq holatida o'ta yirik bo'lib turibdi. Buni qaranglar. Farodamo, semental. Oyoq tuzilishlari har taraflama zo'r kelgan. Buni olib boqish kerak faqat. O'ting akam, o'ting. Davom etamiz. Buni ham mayli havas qilganlarning uyida 30 ta 40 tadan bo'lsin. Davom etamiz. Mana yerda ikkita bu qizdiriqlik akamizniki. Ikkalasi ham 2 kurak ekan. Ko'ringlar. 35 dan aytilyapti. Ikkalasi ham mana bu ala, mana bu ala. Bu 31 ga so'ralgan, mana bu 32 ga so'ralgan, berilmagan. Mana bunisi o'ta plotli ekan. Mana bunisi ham bo'yin sovurgan kachokcha. Nima deyapti? Bozorga bugun juda ham ajoyib buqalar chiqdi lekin. Mana ko'ringlar. Jaydari deysizlarmi? Parodamol deysizlarmi? Zo'rlar chiqdi. Aka nechi pul ekan? Ketdimi? Akam. 23,5 ga baraka bo'lgan ekan mana shu buqa. Nechi kurak? 2 kurak, ha? 2 kurak mana. Plotni buqacha. 2 kurak. 23,5 ga baraka bo'ldi. Ko'ringlar qadrli obunachilar. Davom etamiz. Mana taxlab tashlagan zo'rlaridan. Bu qanchaga baraka bo'ldi? 25. 25 ga baraka bo'ldi. Ketdi mana qadrli obunachilar. Xo'p, qadrli obunachilar mana ko'ringlar. Mana bu hammasi taxlangan. Shu apeshonasi Qashqagacha Yapon akamizniki taxlab tashlagan. Hammasi 45 dan aytilyapti. Aytilishi savdosi bo'lmagan hali. Semizlar qatoridan birin-ketin yoritib ketyapman. Hozir bitta ko'rsataman ustidan ham. Ko'ringlar mana taxlab tashlagan bozorimiz mana orqa tarafdan ko'ringlar. Hammasi Yapon akamizniki. Bu yoqda ham bor ekan. Qani o'tib ketalishi. Alalaridan bor ekan. Alalaridan, zo'rlaridan. Qani. Ala sizdanmi? Yaxshimisiz? Nechi pul ekan? 65 million bo'lyapti. 65 million so'rayapman ekan. Ikkalasini aytilish qancha ekan? 67 million bo'lsa 10 ga. 2 million qoptida o'rtada. 65 million so'ralyapti ikkalasi qadrli obunachilar. Mana shu ikkita ala plotni ekan. 67 bo'lsa berib yuboraman deyapti akamiz. Mana buni suyagi yirikroq ekan lekin. Mana o'sal kichikroq ekan. Lekin ikkovi ham semiz ekan. Mana dumba sovorgan. Akalarimiz savdo qilyapti hozir. Aka nechi kurakdan bo'ladi? Narigisi buzoq, ha? Ko'ringlar mana. Mana bu 2 kurak ekan. Qadrli obunachilar. Narigi sheriga endi tushlayotgan ekan buzoq.
Bu mana Sardorni buqasi kelyapti. Bu ko'ringlar. Bu mana buqani zo'ri mana bozorda bitta bo'ldi. 4000 ga ketdi aka, 4000 ga. 4000 ga baraka bo'ldi. Ketdi. Buqani zo'ri, buqani sheri degani shu bo'ladi. Davom etamiz. Naryoqdagi buqalarni ham o'rganamiz. Yaxshimisiz? Sizdanmi? Yo'q, akam savdo qiladi. Qanchaga so'rayapsiz? Vaqt savdo qiladi. O'qti qanchaga? Savdosini. Egasi qancha deyapsiz? Egasi qanchaga? 4000 ga ketdi. Baraka bo'ldi. Qancha dedingiz? 25 deyapti akam. Egasi 25 deyapti. 25 bo'lsa beramiz akam. Ha, mol sizdan ha? 23 bo'lsa akangiz beraveradi. Aytilish 25 mi? 22 so'rayapti. 22 800 ber deyapti egasi. Ha, 22 million 800 ming Ber deyapti. egasi. Ha. Ular 22 million 200 ber. 22 million 200 bo'layotgan ekan savdosi. 22 million 800 bo'lsa beraveraman deyapti. Aytilishi 25. Qadrli o'g'illar, mana shu o'qdi. Peshonasi qashqarlar. Va alaykum assalom. Qalaysan ukam? Charchamaysanmi? Tinchmisan? Bormisan? Nech pul ekan bu qala? Sendan emas, ha? Bu ketdi menimcha. Mayli ukam. Qanchaga baraka bo'ldi aka o'sha? 800. Yurib tushinglar. Qancha? 28600. Oh, bu otni ekan-ku bu, ha? Qachchoqcha. 28600 ga baraka bo'ldi. Aka kimdan ekan? Sizdanmi bu? Yo'q. Bilmaysiz-a? Mana buni savdo bo'lib kerak. Qanchaga? Mana buni savdo qilyapti. Men hozir keldim sizga. Ha. Aka nechi pul bo'lyapti savdo? Mana bu birinchi turdan. Buni savdosi 66 kilodan 66 mingdan taroziga so'radi. Tirik vazniga 67 dan o'zim beraman deyapti. ming so'm qopdi-da, o'rtada. Manani 66 million 5 kilo sutkaga men so'rayman. Ha. Bu rasmga chiqqan men bo'laman. Ha. Omading bersin. Bos ukam, mana ukam. Yosh savdogar. Qanday? Mana shu buqani so'rayapti. Ketdimi? Berdimi egasi? Yo'q hali. Bermay turibdi. Sizda ismingiz nima? Men ham Jasur Uz. obuna bo'lib qo'yaman. Jasur Uz Zang Mol bozor desang chiqadi ukam. Jasur Uz ikkitada vodiyda ham bor, ko'p kishi adashib ketadi. Omadingni bersin ukam. Uyda ham qani? Yurib tushinglar. Ko'ringlar mana buqalar bor. Qaysi biri ketdi akam? Mana bumi? Qanchaga? 33,5 ga ketdi mana ko'ringlar. Bu ham zo'r buqa ekan. Bugun boya aytganimdek zo'r buqalar chiqqan qadrli obunachilar mana ko'ringlar. O'ta zo'rlari chiqdi ekan, yorilganlari, boqilganlari. Aka orqadagichi? Bilmaysiz-a? Bular sizdan emasmi mana bular? Yo'q, bizdan emas. Nech puldan deyapti? Bilmaysiz-a? Narxini bilmas ekan akamiz. Lekin bular ham zo'r buqalar ekan. Mana bu akamizda bor ekan. Hozir buni o'rganamiz. Qani? Aka bozor qancha qildi buni? Aka 30 million deyapman. 30 million aytyapsiz. 27,5 so'ray. Bozor. Kami bor-a? Qancha ketdi akam? Qancha ketdi? 30 million 500 gami? 30 million 500 ga baraka bo'ldi. 30 dedingiz 27 ga so'rayapti, ha? 27,5 so'rayotgan ekan, qadrli o'g'illar. Ikki kishi yorgan, ha? Ikki kishi yorgan ekan. Yana kelishtirib berasiz, ha? 30 deyapti akamiz, kelishtirib beradi, pastga tushadi. Xayriga. Mana quyosh ham chiqib ketdi, bu yerga. Endi sekin quyoshga qarab mollarni narxi ham tashaydi. Bozorda o'zi siyosat shunday bo'ladi. Davom etamiz, qadrli o'g'illar. Mana bu yoqda ham bor ekan. Qani o'ting qani akam? Nech pul ekan shular? Yaxshimisizlar? Buni 23,5 million. Savdosimi? Aytilish qancha ekan akam? 24,5 savdo. Aytilishi 24,5 ha? Bu qanchaga baraka bo'lgan ekan? Sotildimi? Ozg'in ekan, ha?
21,5 ga baraka bo'lgan ekan. Yo'qsizroq variantidan ko'ringlar, biqinlari ochroq. Xo'p, mana bu qatordagi buqalar tugab bo'pti. Jasur o'z akam shunday. Mana bu yoqda suyak yiriklari bor ekan, lekin. Bor akam. Termiz mol bozor deb yozing chiqib keladi. Shunday. Besplatno aka. Aka qanchaga oldingiz, aka? O brat. Qanchaga oldingiz? Aytmadi, eshitmadimi? Davom etamiz. Olalarni o'rganamiz. Nechchi pul ekan bu alalar? Yaxshimisizlar? Sizlar emasmi? Akalar sizlardanmi? Nechta chaqlagan? Bir 4. Zo'r ekan. Faqat egalari yo'q ekan, mana ko'ringlar, qadrli obunachilar. Aka, siz bilmaysizmi narxini? Narxini bilmaysizmi? Yo'q, men. Sizlar emas, ha? Qalaysan, shogird? Bilyapsizmi? Bloger ukam. Bemalol kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Kanalning nomi? Mol bozor git. Mol bozor git. Instagramda ukamiz xizmat qiladi xalqimizga. Sog'lik. Galashamiz. Davom etamiz yana qadrli obunachilar. O'tib ketaylik akam. Yaxshimisizlar? Shu alla necha pul belayotgan ekan? Qanchadan? 70 mingdan baraka. Qanchaga ketdi? Aka qanchaga ketdi? 30 millionga baraka berdi. Qanchaga tarozi ketgan aka bu? 70 ming. 70 mingdan. Qaysini savdo qilyapsiz? 70 mingdan 20 kilo skitkaga ketgan, ha? Mana bu ala buqamiz, qadrli obunachilar. 70 mingdan trekvasniga baraka bo'ldi. 20 kilo skitkaga. O'ta semiz ekan. Mana badanni ham ko'ringlar, yig'ilib qolyapti. Bo'yinlari sovorgan. Qancha bo'lyapti savdosi? Sog'ligingiz yaxshimi? 25 million bo'lyapti savdosi. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Rahmat. Tashlab qo'ying. Ular to'rkimaydi. Sizdanmi? Bizdan ha. Bozor qancha qildi? 25 mi? 25 so'rayapti bozor. Qancha bo'lsa berasiz? 28 bo'lsa beraverasiz, ha? Beraveramiz. Karamat akamizniki, o'zimiz akaxonimizniki mana ko'ringlar, ala variantdan toza jaydari. Mayli akam. Mayli, bo'pti. Ishingizga omad. Qani, harflarni o'rtaylik, birin ketin yana. 67 dan 5 skitga ketdimi bu? Baraka bo'ldi, ha? Mana bo'ynaga ko'rsatgan buqamiz 67 dan baraka bo'ldi. Skitka pikka yo'q, toza. Toza go'sht o'ziga. Bitta o'zimi. Narigilarni ichib biladi. Ularni ichib bilgan ekan, bilmaysizlarmi? Davom etamiz. Yuramiz, obunachilar. Qani, savdo yaxshi bo'lyapti. O'zi bir quyosh chiqsa bo'ldi. Pishab sotuvchilar. Astagina sotaveradi. Bermagan narxiga berib boshlaydi. Aka, mana buni narxini bilmaysiz. Bilmaysiz? Qancha? 30. Bozor qancha qildi? 30 million deyotgan ekan. Bozor 27 so'ragan ekan mana shuni. Bu ham gibrid ekan. Simental bilan chatish mana ko'ringlar, qadrli obunachilar. Ha, bu yoqda ham bor ekan. Nechi pul ekan bular? Mana buchi? 27,5 so'rayapti aka. Bozor aytilish qancha? Aytilishi 30. 27,5 bozor so'rayapti, ha? 27,5 bozor so'rab turgan ekan. Mana bu yoqda ham bor. Bu. Birinchi turgan kimdan ekan? Siznikimi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat. Nechi pul ekan aka shu? Olmuş baho qo'ydik. 46 million so'rayapti. Bozor. Nechi kurak aka bu? 4 kurak. 4 kurak, ha? Galshteynmi? 46, ha? Galshteyn. Galshteyn. Buni ko'ringlar, nima deyapti bu? Olmuş baho qo'ygan, 46 so'ragan. Gap so'z bo'lish mumkin emas. Aka qayerdagi? Muzrabotmi? Sherobod. Sherobodga. Sherobodlik akamizdan ekan.
buqaga baho beringlar. Bo'yi biri olmuş. Krasavchik. Ko'ringlar, o'ta go'zalidan deganda mana. Suyagi o'ta yirik. Kalshteinlarda bitta fishkasi, yutuq tarafi suyagi o'ta yirik bo'ladi, qadrli obunachilar. Shu tarafi fishkasi bo'lardi. Shuning uchun bozorda talab kuchli bo'ladi. Mana 3 bozordan beri Galstein chiqyapti, ko'rsatyapman sizlarga. O'ta suyagi yiriklardan zo'rlaridan. Bu qanchaga ketdi? Akalar qanchaga ketdi shu? 31. Voy, zo'r ketibdi-ku 31 ga. Pulotni mana aka. Akalarimiz oldi. Qayerga ketdi? Sherobodmi? Sherobodga ketdi. Ko'ringlar mana. 31 ga baraka bo'ldi. Dumba sovorgan, mana orqa tarafidan ham ko'ringlar. Qadrli obunachilar. Yaxshisiz bo'lishi mumkin emas. Bugun bozorda zo'r bo'ldi. Sotuv ham, oluvchi ham xursand mana. Qo'ldan kelgancha yo'ritdik mana, qadrli obunachilar. Semizlar qatoridagi videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosishni unutmanglar. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.